Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz muxlislar. Bugun darvozamizni ham mana taraq fason deyiladi, Namanganga o'rnatdik. O'zimizni buni yangi yo'ldan hali Sariq Banisani ro'parasiga Namanganda o'zimizga. Tog'alarimiz o'zlari hoji bo'lmaganlar, hoji bo'lib borib, o'g'illari bilan zakaz qilib keldilar. Onlari shiviller bo'lgan, 10 ga 5 shiviller qilib berasizlar ullarim dedilar. Xo'p dedik. 6 ga 4 profillarni ham o'sha qalinidan qo'yib berasizlar deyishdi. Misol zakaz qilishdi 1.7 stenada bo'ldi. Misol aylan atrofi mana shiviller bo'lgan. Tevasi ham, tagi ham aylan atrofi shiviller bo'lgan. O'rtasiga 2lik 10 ga 5 profil qo'yilgan. Managa 10 ga 10 qo'yilgan. 2 stenada bo'lgan buni ham 2. Mana qanot qismlarini profillari 1.7 stenada 6 ga 4 dan chiqqan. 1.7 stenada lis qalinligimiz 1.8 plyusovoy rossiyskiy qora 1.8 da yuqori deyiladi, shumkali bo'lgan. Buni 1 metr kvadrati endi 10 kvadratdan oshiq bo'lsa, zakazga qarab turib narxini chiqazilaveradi. 1.250.000 so'mdan dastlabki ustanovkasi bilan qilib berilaveradi. Endi zakaz qilinsa, misol ayrim joylarni o'zgartirish kerilsa, endi unga qarab turib narxini kelishaveramiz. Orqa fasondan ko'rinishi, orqa foni, hali orqasi qanday bo'ladi? Bu o'yilib ketgan, ichkariga kirib ketgan yo'q, unaqa bo'lmaydi. Tekstda bo'ladi orqasi mana. Bemalol hamma yo'q. O'sha oldi qanday bo'lsa, mana orqasi ham mana 2 qavatda bo'lgan, tekst fasonda chiqqan, mana aytilganidek. Mana sentr zamok qilingan. Mana dastlabki ustanovkalarimiz vodiy bo'ylab bepul. Endi qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Misol kelishilgan holatda mashinasidan chiqazib beringlar deysa, ag'in ustanovka narsalarni kelishamiz. Rahmat hammaga.